Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'z Chilangar jamoasining navbatdagi 3 kuni navbatdagi axtiy kacholimiz yasab taqdim qilinmoqda. Navbatdagi buyurtmamiz Buxoro viloyatidan kelib tushgan buyurtma asosida quyidagi Dog'iston uslubidagi axtiy kacholimiz yasab taqdim qilindi. Kacholimiz gazda ishlashga mo'ljallangan. 30-35 kilovat quvvatga ega, ya'ni 300 kvadratdan 400 kvadratgacha bo'lgan hududni qizdirish maqsadida quyidagi ko'rinishdagi kacholni yasab taqdim qilmoqdamiz. Kanalimizni kuzatib bo'layotgan kuzatuvchilarimizga ichki ko'rinishi ma'lum. Demak, birinchi marta ko'rib turgan kuzatuvchilarimiz uchun tushuncha berib o'tamiz. Kacholimizni o'rta qismida 32 dona teplobmenik terilgan, 25 mm diametrdagi turbalar, 2.8 qanlikka ega, горелка uyasi, горелkadan issiqlik chiqadi va yuqoriga qarab yo'l yo'q, pastga qarab harakatlanadi. Ikki taraflama bir xil harakat hosil qilingan, harakatlanib, demak, pastdan mana revizionniy eshikdan ko'rinadi, konsert holati biroz kuzatiladi va undan so'ng yana yuqoriga harakatlanib, demak, mo'r orqali kachol ichini tark etadi. Shu asnoda kacholda kondensatsion ishlash tizimi yaratilgan bo'ladi. Kachol birinchi qo'shilish vaqtida, ya'ni birinchi ish faoliyatini boshlagan vaqtda kachol yarim soatcha konsert berib turish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni shu holat kuzatiladi kacholda. Shu sabab mana bu yerda revizionniy eshiklarni qoldirganmiz. Kachol ichidagi namlanish, ya'ni konsert berish holatini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shuning uchun mana shu joyda ikkita revizionniy eshik qoldirilgan. Bu esa asosiy eshigimiz hisoblanadi. Горелка uyasi. Mana shu joyda горелка turadi. Demak, istaganlar oddiy горелка bilan foydalanadi. Demak, avtomatik rejimda boshqarish uchun avtomat горелка o'rnatish uchun mana ikki tarafdan planka qo'yganmiz. Avtomat горелкamiz qo'yilgan holatda, demak, bu yerga termobalonni uyasi avtomatik rejimda kacholni boshqarish imkoniyatiga ega bo'linadi. Temperaturni datchik qo'yib berganmiz. Temperaturni datchikimiz, demak, avtomat горелкasiz mexanik uslubda boshqarish imkoniyatini beradi. Kacholda, demak, ishlash protsessida 60 gradusgacha bo'lgan haroratda mo'rida umuman issiqlik his qilinmaydi. Ya'ni mo'rini istagancha ushlab turish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Videolarimizda ko'rsatganmiz. Hattoki kanalizatsion turba qo'ygan holatda ham foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Kacholimiz mustahkam ravishda yasaldi. 2,5 mm qanlikda горячий listlardan yasab berildi. Hamma tarafda zaklopkalar qo'yilgan. Kachol 3 atmosfera bosimda isplaniyadan o'tadi, ya'ni kachol bemalol yopiq sistemada ham ishlash imkoniyatiga ega holatda yasab taqdim qilinmoqda. Kacholimizning orqa tarafi quyidagi ko'rinishda zaklopkalar mavjud. Kacholimizga Hammer markasi asosidagi O'zcolor Hammer kraskasidan sepganmiz, mokra asfalt rangida. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi kunda ushbu kacholimizning narxi 4 million so'mga baholangan. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatini yo'lga qo'yganmiz. O'zimizning hisobdan yetkazamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.